Xan Vlogs. Hammaga salom qadrli do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Xan Vlogs ko'rishmaganimizga bilaman juda ko'p bo'lib ketdi. Anchadan beri vlog olmadim o'rtoqlar. Va bugun Pusanga sayohatga keldim o'rtoqlar. Juda ham ko'p bo'lgan Pusanga kelmaganimga va bu yoqda Guangali o'rtoqlar. Ko'rib turganlaringizdek bu yer juda go'zal joy o'rtoqlar. YouTube kanalimni boshini kuzatadiganlar biladi, oldin Pusanda yashaganman va mana shu joyda ishlaganman, Yaponiya restoranida. Va oradan ko'p vaqtlar o'tib, yana qaytib keldim sayohatga va hozir bu yoqda mehmonxonaga joylashdim o'rtoqlar. Sizlarga kirib mehmonxona ko'rsam, prosta og'zinglar ochib qoladi. Mehmonxona mana shu binoda joylashgan o'rtoqlar. Ko'p joylarda oynali, panorama oynali. 9-etaj, 901-xona. Mana bu yerda 901 deb yozilgan. Buni qaylar o'rtoqlar. Вообще dahshat. Qaylar bu yerdan butun Guangali ko'rinadi. Bu yoqda mana divan, mana shu yerda uxlab, polniy Guangalini ko'rib uxlasizlar bular. Bu yerdagi vidni qaranglar o'rtoqlar, prosta gap bo'lishi mumkin. Dahshat. Bu mehmonxonaning to'lovi bir kunda $300 atrofida o'rtoqlar, lekin menimcha puliga arziydi. Kech paytda mana bu yerda suv to'ldirib olib, cho'milib, mana bu viddan naslajasiya qilib yoki mana bu yerda o'tirib choy ichsa ham bo'ladi. Yoki mana bu o'tirib choy ichsalar ham bo'ladi. O'rtoqlar qaranglar, bu kenglikni qaranglar. Koreyada keng mehmonxonani topishi o'zi qiyin. Bu yoqda mana televizorlar ham bor. Xullas o'rtoqlar, gap bo'lishi mumkin emasmi? Bu yoqda bemalol ovqat qilsa ham bo'ladi. Bu yoqda idish savollar bor. Ko'p turganlarda mana bu stakanlar chiroyli terib qo'ygan qaylar o'rtoqlar. Bu yoq tarafda vanna bilan tualet. Mana o'rtoqlar. Hojatxona va vanna. Juda ham dizayni ham ajoyib chiroyli qilingan ekan. Menga juda ham yoqdi o'rtoqlar. Qaranglar, bir o'zimga juda ham keng bo'lishi mumkin. Bizanga 2 kunga keldim o'rtoqlar. Bugun mana shu mehmonxonada qolaman. Ertaga boshqa mehmonxonaga o'taman. Keyingi mehmonxona ham ertaga ko'chadagi mehmonxona ham mana bitta yaqin. Bu ham juda ham mashhur mehmonxona. Ertaga uni sizlarga ham ko'rsam o'rtoqlar. Mana bitta mazza qilinglar sizlar ham o'rtoqlar. Avvallari mana shu yerga har kuni kelardim, har kuni ishga chiqardim. Mana bu yerda restoran bor edi, yaponskiy restoran. Menimcha ko'p yillar videoda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Mana shu tarafda edi. Mana shu yerda qattiqdir Yaponiya restoranida ishlaganman va har kuni mana shu yerga kelardim. Bir 5 yil oldin. Hozir esa mana sayohatga keldim. Pastdagi odamlarni qaranglar o'rtoqlar, ana odamlar. Cho'milishyapti. Vaqtcha kech bo'lib qoldi. Soat 5 6 bo'ldi. O'shaning uchun hozir cho'milayotgan odamlar kam. Kunduz kuni ko'p bo'ladi. Ko'plar shu yerda zakar olishadi, dam olishadi. Subwoofer ginger dozasi, magnitolani dodasi. Hey yo, чисто таланецкий, высокий холодильник караоke, ballonlar широкий. Rent car oldim o'rtoqlar. Mana shu meni mashinam. Qaranglar, dahshatmi? Ko'ttaligini qaranglar. Gazini bosaman u changitda, ko'chani telefonini olaman u gap otib qizlanim. Ko'zingni yumib ochguncha yo'q bo'laman botta. Mashinam razdonoladi yarim оборотda. Hopte, hayo bo'lmasa bo'pti. Mashinamgacha senga eshigim ochiq. Yopon bo'layamasman, seni xafa qilmasman. Mashinamgacha senga eshigim ochiq. Yopon bo'layamasman, seni xafa qilmasman. Pusan, bu shunday joyki o'rtoqlar. Buni hech qaysi rasm, hech qaysi videoda xuddi ko'zingiz bilan ko'rganingizdek tasvirlab bera olmaydi o'rtoqlar. Buni haqiqiy ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak, o'shandagina his qila olasiz qanday joyligini. Vau, dahshat o'rtoqlar. Mana shu yerda uyingiz bo'lib qolsa bormi? Hozir kechki sayrga chiqdim. Sochimga e'tibor qilmanglar o'rtoqlar, chunki havo juda ham issiq hozir. Avvallari Pusanda yashaganimda ko'p video qilardim bu joylardan. Ko'p ko'rsatdim sizlarga. Anchadan beri ko'chib ketganim uchun Seul tarafga anchadan beri sizlarga ko'rsatmadim.
O'rtoqlar, agar Koreyaga kelsanglar, albatta Pusanga kelib ko'ringlar, chunki Pusan bu so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajada xuddi boshqa dunyoga o'xshaydi bu yer. Albatta Pusanga kelib ko'ringlar. Under the moon, we first met by the sea. Your eyes like stars shining bright. Pusanda yangi ochilgan mana bunaqa realistik uyishlarga chiqmoqdalar, kabinkalar. Birinchi marta chiqmoqdalar. Dahshat atmosfera просто bo'ladi. Qo'ylar. Dengiz rangi juda ham chiroyli bo'ladi. Bor bo'lgim kelar orzularingda, bor bo'lgim kelar hayollaringda. Sen bilan go'zal ertaklarimda Majnundek parvoz etsam deyman. Bor bo'lgim kelar orzularingda. Shunday qilib Hyundai Hesoyakchanga keldim o'rtoqlar. Pusanda eng mashhur joylardan biri plyaj, katta plyaj. Bu yoqda okean va bu yoqda baland binolar bilan juda ham chiroyli qilingan. Sizlar ayoni ko'rsan o'rtoqlar. Ham binolar qaranglar. Oldin mana shularda yashaganman o'rtoqlar. Mana shunaqa joy. Hyundai Hesoyakchang deydi. Hesoyakchang. Odamlar mana mazza qilib yotib olib, dam olishyapti. Kimlardir ish bilan band, kimlardir esa mana bunaqa qilib yozda juda yozgi vaqtda mana bunaqa unumli foydalanishyapti o'rtoqlar, mazza qilib. Qarlar odamlar ko'pligini bu yerda dahshat. Quyosh qizdiryapti lekin. Shunaqa o'rtoqlar, bu Pusanda eng mashhur joylari, birinchi borgan joyim Gangatli va bu ikkinchi joy Hyundai. Ikkita plyaj Pusanda juda mashhur. Koreyaga kelsalar albatta bu yerga kelib ko'ringlar, bu yerdagi atmosfera просто wow o'rtoqlar. Odamlar mazza qilishyapti. Xullas o'rtoqlar, noxush xabar. Mana bu kiyimlarimni alishtirib, endi mana bu suzishga tayyor bo'lib turdim. Mana bu joylar ham biroq qo'ydim, lekin o'rtoqlar mana bu ahvolni qaranglar. Tuman kelyapti, dengizdan mana bunaqa tuman kelyapti va ko'rib turganlaridek mana hech narsa deyarli ko'rinmayapti. Bu tarafga qaranglar. Mana baland binolarni уже deyarli to'sib qo'ydi va suzishga ruxsat bermayapti hozir. Mana bu qutqaruvchilar mana shunday olib hech kimni suvga chiqarmayapti, mana qaranglar. Hech kimni suvga tushirmayapti. Mana bu yerda mana qo'riqchilar qarab turibdi. Bu yoqda ham mana qo'riqchilar hamma joyda. Suvga hech kim tushmayapti, hech kim cho'milmayapti. Hamma mana cho'milmoqchi, lekin dengizga tushirishmayapti. Buni sababi bilasizlar, Koreyada joniga qasd qiladiganlar juda ham ko'p va bu dunyodagi eng yetakchi o'rinlarda turadi, o'zining joniga qasd qilishlar reytingi bo'yicha. Shu uchun mana bu yerda o'sha arendaga beradigan odam aytayapti, ko'rinmay qoladi. Ya'ni mana bu suzayotgan odamlar cho'milayotgan paytda qo'riqchilar ko'rinmay qoladi. O'zining joniga qasd qilayotganlar boshqa yoki kimdir oqib ketib qolsa, mana bu ko'rinmay qoladi. Shuning uchun hozir hech kim suvga tushirmayapti va qachon tushirishni ham bilishmas ekan. Chunki mana bu tuman yana ham kelib, yana ham ko'payib ketadi. Qaranglar o'rtoqlar. Odamlar mana bu yerda yotib zagar olyapti. Borgan sari kuchayib ketyapti o'rtoqlar. Boya ham bunchalik emas edi. Boya ham o'mtdagi baland binolar, mehmonxonalar ko'rinib turganida hozir mana polnochi o'rab tashladi tumani. Chet davlatlarda bunaqa emas. Tailandga borganimda ham bunaqa emas edi. Mana ko'rdinglarmi, boya mana bu baland bino ko'rinib turdi, hozir polnochi o'rab tashladi. Mana bu yerda o'sha mana bu arendaga beradigan odamlar aysh hozir birpas tarqalib ketadi deganda ham mayli deb joy bron qilgan edim. Mana u joyda yotib olib mazza qilaman deb o'ylagandim. Chuchvarani xom sanabman deydi-ku. O'rtoqlar, hozir men o'qigan universitetda oldin o'tib ketyapman. Mana bizning universitetimiz. Mana bu yozilgan. Kyongson Taekyo. Mana. Mana shu yerda men o'qiganman o'rtoqlar. Qachonlardir shu yerlarda yashaganman o'rtoqlar mana. Buni orqa tomonda bizning uyimiz bo'lardi.
O'sha yerda yashaganman. Bu tomonda sizlarga ko'p video qilganman. Kanaliga keldim o'rtoqlar. Kanalida bo'lmeni anaqa tuman yo'q va odamlar suzishyapti mana. Mana bu joylar, mana bu balandni 30 ming ekan o'rtoqlar. Ikkita stuli bilan beradi. Mana bu kichkinasi esa sal arzonroq. Bu yerda odamlar mazza qilib suzib yotibdi. Birinchi hotel mehmonxona mana bu yerda edi. Keyingisi mana bu yerda. Bu yerda chiroyli mehmonxonalar juda ham ko'p ekan. Ana mening joyim keldi o'rtoqlar. Mana bu tayda. Mana buni to'xtamasdan shunday cholyapti. Mana. Uzoqqa ketmanglar, ehtiyot bo'linglar degan maqsadda bezor qilar ekan shunday cholaverib. Koreyada himoya qilish juda ham yuqori darajada ba'zida noqulay his qilasiz o'rtoqlar. Tailandga, mana boshqa davlatlarga borsiz, unaqa emas. Bemalol odam cho'kib ketsa ham ishi yo'q, lekin bu yerda juda ham anaqa kuchli bo'lgani uchun. Mana bu yerda joy bor o'rtoqlar, kelinglar, birga dam olamiz. Sizlar bilan birgalikda suvga tushamiz. Suv o'ta ham muzli o'rtoqlar. Mana kimlardir rasmiy tushishga keladi. Wow. Judayam muzli o'rtoqlar. Kameram qolib ketibdi o'rtoqlar uyda. YouTube kameram, shuning uchun telefonga olyapman. Kayfiyati unchalik yaxshi bo'lmasligi mumkin. Bu sizlar uzr so'rayman, chunki sayohatga kelayotganimda YouTube'ga video olaman degan xayol yo'q edi. Birdaniga nimagadir sizlarga shu bo'lishim keldi sayohatimni. Shunaqa o'rtoqlar. Kimga aytyapti? Menga aytyaptimi? Qo'lini bundoq qilyapti. Uzoqqa ketma deyapti. Qaranglar o'zlar. Sayozligini qaranglar, mana shu yerga ketib turibdi. Kim bu yoqqa o'tkazmayapti. Shunaqa Koreyada mana bu suzaman desangiz suza olmaysiz, chunki mana bu qo'riqlash tizimi juda ham yuqori darajada bu yerda. Lekin mazza o'rtalar suv. Mana shunaqa qilib o'tirib suzmasangiz suzdirishmas ekan ular. Uzoqqa borgizmas ekan. Sizlar ham bir bahramand bo'linglar o'rtoqlar. Bu yerda Kangali. Kecha mashinada mana shu ko'prikdan o'tdim. Videoga olgandim, unchalik yaxshi chiqmagan bo'lishi mumkin. Tarvuzli sharbat o'rtoqlar. Juda ham mazali. Bugun Pusandagi oxirgi kunim. Ertaga yana ketaman Seul taraflarga. O'rtoqlar life hack. Agarda plajga kelsalar, suv juda ham sovuq bo'lsa va so'qasalar va o'zinglar bilan soch olib kelmagan bo'lsalar, mana qumni ichiga o'zinglar ko'minglar. O'shunda issiq yotasizlar, qani o'tirib, xuddiki issiq ko'rpaga o'rangandek bo'ldi. Ko'rpadan ham issiq hattoki. Вообще mazza o'rtoqlar. O'rtoqlar, oradan bir 3 soat o'tdi. Mana shunaqa siz yuribman, boya telefonim suvga tushib ketdi. Hozir bilan yaxshi ko'ryapsizmi, ko'rmayapsizmi? To'lqin juda ham kuchli o'rtoqlar. Mana qilib damni olyapmiz. Gap bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar. Mana to'lqinni qarang, to'lqinni. Turib tashlayapti mana. Bunaqaga. Mana buni qaranglar. Anaqa bir amallab borib olsangiz, mana bu to'lqinlar o'z turib, mana sohil bo'yiga olib kelib qo'yar ekan o'rtoqlar. Qaranglar, o'sha sohil bo'yiga kelib qoldim. Boya anaqa dedim. Bo'ldi mana. Quruqlikka olib chiqib qo'ydi o'rtoqlar. Mana buni ko'tarib anaqa borish kerak. Bu yoqdan keyin mana bu valna, to'lqin yana qayta olib kelib qo'yadi. Shunaqa o'zingiz xursand qilib yuraverasiz bitta. O'rtoqlar, ovozim yaxshi eshitilyaptimi yo'qmi bilmadim. Hozir kemaga chiqdim, bu yerda achi dashada o'rtoqlar. Qaranglar. 삶의 작은 문턱조차 쉽소 잘 알잖아요 비틀거리는
O'rtoqlar, hozir adashmasam, mana shu qayiqlar yig'ilishib salyut otishadi. Qaranglar, hozir tayyorlanishyapti. Mana shu qayiqlar yig'ilishadi. Bu Gangalli ko'prigi. Hozir chiroqlari yonib, yana ham chiroyli bo'lib qoladi. Hozir mana shu yerda yig'ilib salyut otishadi. Sizlar bilan birgalikda salyutni guvohi bo'lamiz o'rtoqlar. Ana bu yerda o'sha otishni boshlashdi. Ana ko'rinayotgan bo'lsa. Wow. Ana manzara o'rtoqlar sizlarga. Gap bo'lishi mumkin emas. Men bilan birgalikda naslagasi qilinglar o'rtoqlar. Wow. Bu ham otyapti mana. Xullas o'rtoqlar, bir kishiga 30 ming atrofida bo'ladi. Bu lekin puliga arziydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Atmosfera просто super. Yashash yaxshi yashash o'ylandi. Muzikani вообще zo'rladi qo'yadi o'rtoqlar. Romantika atmosfera просто yaxshi. Orqada binolar qaylab oladigan o'rtoqlar, shunday qilib ikkinchi mehmonxonaga yetib keldim. Sizlarga va'da qilgandek, hozir bu mehmonxonani ham sizlarga obzor qilib beraman. Va mana shu yerdan o'zi sezilyapti zo'rligi. Bu yerda mana kichkina kuxnya. Bu yerda mana demak spalniy. Wow, qaranglar o'rtoqlar, panoramniy oyna. Bu yerda televizor, bu yerdan ovqat zakaz qilsa bo'ladi o'rtoqlar, qaranglar. Kir mashinka, kirlading bo'lsa bo'ladi. Shunaqa o'rtoqlar. Balkonga chiqib ko'ramiz, balkonga. Wow, o'rtoqlar. Balkon вообще dahshat. Qaranglar. Mana o'tirib, kofe ichib o'tirsam bo'ladi ertalabda. Bu yerda butun Gangalli ko'rinadi. Qaranglar pastdagi odamlarni. Oh my gosh. Bu yerda kimdir gitara chalib qo'shiq aytyapti. Sevishganlar qo'l ushlashib, mazza qilib dam olishyapti. Mana shunaqa mana Gangalli o'rtoqlar. Endi hozir pastga tushib, jicha mana bu sohil bo'yida yurib dam olib kelaman. Bu tarafi hojatxona va vanna o'rtoqlar. Mana bunaqa toza ozoda. Unitaz anaqa pultli o'rtoqlar. Hozir moda bo'lgan Koreyada. Anaqa dushovoy kabinka o'rtoqlar. Bu yerda eshikni katta qilib ochib qo'ysangiz mana bunaqa shamol kirib turadi. Tashqarida bolalar gitara chalib ashula aytishyapti. Просто zo'r atmosfera berib turibdi. Mana yana keldi oqshom, yulduzlarga to'ldi osmon, oy sochar yana kumush nurlari. Lekin oqshom o'tar afsus va kerakmas menga sensiz oqshomning bu go'zalliklari. Nega unday qilding sen? Oq libosni kiyding sen, o'ng qo'lingga uzuk taqib achchiq yoshlar to'kding sen. Nahotki unutdingmi menga aytgan so'zlaringni yoki baxtingni? O'rtoqlar, umid qilamanki ushbu video sizlarga qiziqarli bo'ldi. Videoga like bosishni unutmanglar va mana shu videoga like bosgan har bitta odam mana shu joylarga kelish nasib etsin ilohim. Va o'rtoqlar, ushbu videoga 50 mingta like yig'ib bersalar, YouTube faoliyatimni davom ettiraman va sizlarga bundan qiziqarli videolar olishni davom ettiraman. Koreya bo'ylab Seulga, boshqa shaharlarga va boshqa davlatlarga chiqib qiziqarli videolar qilaman o'rtoqlar. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab beringlar. Videoga like bosinglar, kommentariy yozinglar va do'stinglarga yuborib qo'yinglar o'rtoqlar. Va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalar, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan keyingi videolarni ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zlariga topinglar. Nega unday qilding sen? Oq libosni kiyding sen, o'ng qo'lingga uzuk taqib achchiq yoshlar to'kding sen. Nahotki unutdingmi